Qin ajralmasi o'zi nima? Qin va bachadon bo'ynidan ajralib chiqadigan, qinni tozalash va namlantirish uchun xizmat qiladigan suyuqlikdir. Sog'lom ajralma qanday ko'rinishda bo'ladi? Odatda shaffof yoki sut rangida bo'lishi kerak, qitishtirmaydigan va hidsiz bo'lishi kerak. Kunlik ajralma miqdori qancha bo'lishi me'yor? Odatda 1 millilitrdan 4 millilitrgacha taxminan 1 choy qoshiq yetmaydi. Hayz sikli davomida ajralma o'zgaradimi? Albatta, ayniqsa ovulyatsiya vaqtida uning miqdori ko'payadi. Qachon xavotirga tushish kerak? Qachonki rangi yashil, kulrang yoki sariq yoki yoqimsiz hidli bo'lsa yoki sizni qitishtirsa va og'riq bezovta qilsa, albatta xavotirlanish kerak. Nima uchun ajralma pishloqsimon, tvorogsimon bo'ladi? Odatda bu zamburug'li infeksiyalarni hisobiga bo'lishi mumkin. Baliq hidi kelishi nimadan dalolat beradi? Odatda bakvaginozdan, ya'ni sizdagi foydali floralar miqdorining kamayib ketishi belgisi hisoblanishi mumkin. Jigariy ajralma nima degani? Hayzdan oldin va keyin biroz bo'lishi bu normal holat. Agar boshqa payt bo'ladigan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilish kerak. Yashil yoki ko'pikli ajralma xavflimi? Albatta, bu ko'pincha jinsiy aloqa orqali yuqadigan infeksiyalar hisobiga bo'lishi mumkin.